İkinci bab. Şuna, sen bundaq rəzil işlarını qılğıçlar üstüdün höküm qilishing mümkün. Biroq, ey birodar, senmi bundaq ishlarni qilyapsan-ku. Undaqda sening kim bo'lishingdan qat'iy nazar, Xudo so'roq qildigan ashu kunda o'zingni oqlashga bahona ko'rsatolmaysan. Chunki boshqalar ustidan mundaq ishlarda hukm qilsang, o'z ustingdimi shu ishlardan hukm qilgan bo'lasan. Bizga ma'lumki, Xudoning bundaq ishlarni qilganlar ustidan chiqargan hukmi haqdir. Biroq ey birodar, senmi bundaq ishlarni qilib turib, yanila boshqalar ustidan hukm qilsang, Xudoning hukmidan qochalayman deb o'ylamsan. Xudoning sana ko'rsatgan cho'nqur mehribonligi, kengchiligi va mo'l sabr toqatini sal chaqlavatamsan. Uning sana mehribonlik ko'rsatishdagi maqsadining seni to'g'ri qildigan yo'lga boshlash ekanligini bilmamsan. Gunohingga to'g'ri qilmay, joyillik qilishing bilan Xudoning g'azabini texmi qo'zg'aysan. Xudo g'azabga kelib, o'zining odil hukmini yurgizgan kuni sen o'z beshingga o'zing chiqqan bo'lasan. Xudo har kimning amaliga qarab ish ko'radi. Hamisha sabrchanlik bilan yaxshi amallarni qilib, Xudodan shon sharaf, hurmat, ehtirom va o'zining mangulik mavjudligini izlaganlarga u mangulik hayot beradi. Lekin haqiqatni rad qilib, yomonlikqa egashgan shaxsiyatchilarga u g'azab nafrat yog'dirdi. Xudo barliq yomonlik qiluvchilarga, bo'libmi oldi bilan o'z xalqi bo'lgan Yahudilarga, ondan Yahudi emaslarga o'xshashla ig'ir kunlar va dard alam keltirdi. Biroq barliq yaxshilik qiluvchilarga, oldi bilan Yahudilarga, ondan Yahudi emaslarga o'xshashla shon sharaf, hurmat, ehtirom va omon esanlik ato qiladi. Chunki Xudo hamma insonlarga o'xshash muomala qiladi. Tavrat qonuni Yahudi emaslarga tushirilmaganlikdan ular uni bilmaydi. Shundaqdimi? Ular gunoh sodir qilsa, so'roqqa tortiladi. Tavrat qonuni tushirilgan Yahudilar bo'lsa, uni puxta biladi. Lekin ularmi gunoh sodir qilsa, o'xshashla so'roqqa tortiladi. Chunki Xudoning oldida qonunni bilganlar emas, balki qonunning barliq amrlariga amal qilganlar haqqoniy odam deb jakarlanadi. Tavrat qonunini bilmaydigan Yahudi emaslar, tabiiy holda bu qonunga uygun ishlarni qilsa, ular garchi bu qonundan xabarsiz bo'lsa-mu, bu qonun ularning o'z qonunidek bo'ladi. Chunki ularning o'z qalbida nemining to'g'ri, nemining xato ekanligini bilalishi, bu qonunning amrlari qalbga puturlik ekanligini ko'rsatadi. Vijdonimi buningga guvohlik beradi. Chunki ularning vijdoni ular xatolik o'tkazganda ularni ayblaydi. To'g'ri qilgan bo'lsa, ularni oqlaydi. Men yetkazib kelayotgan bu xush xabar bo'yicha Xudoning Ayso Masih orqali insonlarning yoshirun ishlari ustidan hukm chiqaradigan kunida yuqorida aytilgan ishlar cho'qim yuz beradi. Undaqda sen o'zingni Yahudi deysan va Tavrat qonuniga ega bo'lganliging uchun men Xudo bilan yaqin deb maqtanasan. Sana Tavrat qonuni o'rgatilganlikdan Xudoning irodasini bilasan, ham haq bilan nohaqni farq etalaysan. Tavrat qonunidagi hamma bilim va haqiqatlarni bilaman deb qarab, o'zingni ko'rlarning yo'l boshlig'uvchisi, qorong'uda qolganlarning chirig'i, nodonlarning yetakchisi, go'daklarning ustozi deb o'zingga ishinasan. Sen boshqalarga Xudo to'g'risida ta'lim berib turib, o'zingga bermamsan. Boshqalarga o'g'irlik qilma deb turib, o'zing o'g'irlik qilamsan. Boshqalarga zina qilma deb turib, o'zing zina qilamsan. Butlardan bezor bo'lib turib, o'zing
butxonlardagi narsalarni o'g'irlamsan. Biz Yahudiylar Tavrat qonunga ega bo'ldik deb maqtinib turib, o'zing dal shu qonunga xiloflik qilib, Xudoning nomiga dog' keltiramsan. Xuddi muqaddas yozmalarda deyilgandek, sizlarning qilmishinglar tufaylidan Yahudiy emaslar Xudoga kufrlik qilmoqda. Tavrat qonuniga amal qilsang, xatni qilinganingning ahamiyati bo'ladi. Lekin uningga xiloflik qilsang, xatni qilinganingning qilchilikmi ahamiyati bo'lmaydi. Xatni qilinmagan odamdan hech farqing qolmaydi. Shuningga o'xshash, xatni qilinmagan Yahudi emaslar qonunning amallariga amal qilsa, Xudo tarafidan yanada xatni qilingan bo'lib hisoblanadi. Sen Tavrat qonunidan xabardor, ham xatni qilingan turuqliq. Shu qonunga amal qilmasang, jismoniy jihatda xatni qilinmagan, lekin Tavrat qonuniga amal qilgan Yahudi emaslar seni gunohkor deb ayblamamdi. Faqat sirtqi ko'rinishda Yahudi bo'lganning hammasini haqiqiy Yahudi degili bo'lmaydi. Faqat jismoniy jihatda xatni qilinishiga qarabla uni haqiqiy xatni degili bo'lmaydi. Qalbida Xudoning yo'lini tutgan odam haqiqiy Yahudidir. Uning haqiqiy xatnisi yozma qonunga isvilish orqali emas, balki muqaddas ruh tarafidan o'zgartirilgan qalb orqali bo'ladi. Bundaq odam insonlar tarafidan emas, balki Xudo tarafidan maqtilishga sazovar bo'ladi.